Tabiatning o'zi bebaho ne'matdir. Tabiatning bahosi yo'qdir. Jigar, hozirgi kunda hamma otasiga mashina suvg'i qo'ygan bir paytda suvg'i uchun 27 sotuvli yerimizani suv tekin narxida topib qo'ydim. 27 sotuvga bor yo'g'i 130 ming bo'lsa, bervor ekanli manzili yuqori Chirchiq tumanida joylashgan. Yangi O'zbekistondan o'tasizlar, Aray 5 barmoqqa atrofida joylashgan. Shahargacha 15-20 minutlik yo'l ekan. Dodam yoshliklarida niyat qilganlar, yoshim katta bo'lganda toza havodan 4-5 ta otlarni boqib qo'yib, ulfatlar bilan dam olaman deganlar niyatlarini amalga oshiradigan joyi. 130 mingga 27 sotuvli, yana 4 ta xona remontlari bo'lgan xonalari ham bor ekan. O'zingizlar ko'rib baho bersanglar ham bo'ladi. Ot boqaman deydiganlarga ham 4-5 ta ot ketadigan otxonasi ham bor ekan. Ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. O'zingizlar kelib, ko'rib, narxini kelishib bosib oladigan joy lekin. Lekin shu videoni dodamga ko'rsating, обязательно. Aka-ukangiz, qarindoshingiz, yaqiningiz, amakingizga shu videoni tashab qo'ysangiz, inshaalloh foydali bo'ladi. Shu xonadonni olib qolsalar ham bir chekkasida o'zingizlar dam olasizlar. Xullas, dacha qilaman deganlarga ham yaxshi variant. Bo'stonliq tarafga yetib bormaydi. Sotig'i 6 mingdan bo'yotdi, sunnatiga o'tib kelishtirib beradilar. Agar bizani kanaldan chiqadigan bo'lsanglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.